Taam xumar do'stinglar Gulziyadan bal pechini qilishning eng oson usuli keldi. Oldi bilan bu materiallarni tayyorlab olamiz. Andan 180 gram sarmiyimizni pakiz javurga silib bujnaq ilashtirib olamiz. Keyin 200 gram asalni qo'yib yana tekshir aralashtiramiz tuvan suratda. Undan keyin 5 tal tuxum, 100 gram shakarimizni silib yana tuvan surat bilan nihoyat yaxshi aralashtirib, bujnaq qo'chib ilashtirib olamiz. Ilashtirib bu xil holatga kelgan vaqtida tayyorlab olgan 450 gram unimizning bir qismini to'kib, ustiga powdafini to'kib, mana shunday o'rib, kesib bu xil holat aralashtiramiz. Hargiz o'xshash bir yo'nalishda qo'shishga bo'lmaydi. Odatda ishlatadigan tuxumimizning cho'ngichlikka o'xshash bo'lmaganligi uchun unni 350 gram bilan 450 gramning oralig'ida kontrol qilishimiz lozim. Shuning uchun mana shunday bo'lib to'kamiz. Bunda qilganda tayyorlamoqchi bo'lgan ximirimizning bo'shchiqligini nihoyat yaxshi kontrol qilib bo'ldi. Qaranglar, mushkil holati eng muvofiq tangshalgan bo'ldi. Buningdan chang bo'lib ketsa, pechenimiz qattiq bo'lib qoldi. Xemirimiz bakli pishqoq bo'lganligi uchun o'nchichilgan ambalning ustiga ilib shakl chiqarib olamiz. Unga ko'p milvatmay chaqqan yumaloq holatga akvasaqli bo'ldi. Besib yopiq qilishning hojati yo'q, chunki pishish jarayonida yeyilib, o'lchamli bal pechenning shakli kirdi. Andan chaqqanlik bilan xo'roz tuxumining serqida bal pechenning belgisi bo'lgan bu chiroyli chekitlarni o'rib atgandan keyin oldin qizitib tayyorlangan duxovkamizga pechenimizni solamiz. Osti-usti o'xshashla 180 gradusda duxovkamizning cho'ngichligiga asosan 20 minutdan 30 minutgacha pishirib olsak bo'ldi. Pish qizargan bilan olamiz. Alohida qarayib pishirishning hojati yo'q. Qaranglar, chiroyli yeyishlik yumshoq mana bal pechenimiz tayyor bo'ldi. Cho'nglardan ballargacha hammaylar yoqtirib yeydi. Qanday bugun oldinglar?